فلما كانت الرسالة المشهورة بإيساغوجي المنسوبة إلى الإمام العلامة أفضل المتأخرين قدوة الحكماء الراسخين أسير الدين الأبهري نور الله مزجعه محتوية على العجائب من القواعد ومشتملة على الغرائب من الفواعد نكات معانيها محتجبة تحت حجاب ووجازة ألفاظها مسطورة في كل باب وكان ما وجد من شروحها في غاية الاختصار ونهاية الاختصار. Bu kitap yukarı sıkıntı ya. Bu İsa Hoca'dan meşhur olup tanılgan bu risale. İsa Hoca demek bu kadimki Grek tili bu İsa Hoca degan bu Yunaniston hozirgi Yunan tili, Grek tili bu. İsa Hoca degan gap bu aslida Bashshaq Qizilgul degan ma'noni uqtirgan Grek tilida. Buningda kulliyat xamsa degan bir gap bor bu mantiqda. Jins, fasl, nav, arz xos, arz am degandek. Shu 5 bo'lakni, 5 parchani shu bir 5 shoxli qizil gulga o'xshatganlik yuzasidan bu 5 kulliyani İsa Hoca deb atalib ekan. Asli İsa Hoca bu arab tili emas. Bu Grek tili, qadimgi Grek tilidan, ya'ni hozirgi Yunoniston tilidan kelgan tillar bu. İsa Hoca'dan tanılgan bu risale büyük alim ve kinglerinin pişvası ve en ilmide müstehkem rasihin degan, en puxta hükümalarının pişvası olan Asiruddin Ebheri muşu büyük alim ve imamga mensup. İsa Hoca'dan tanılgan, meşhur olan bu risale kimge mensup? Mensup bo'lganda al-mansubata kanatan xabri. Büyük allame u kim? Kinglarning peshvosi va hukmalarning yetakchisi. En ilm qobiliyatda mustahkam ar-rasihin demak puxta bo'lgan. Mushu imomga mansub. U kishi kim deysiz? Asiruddin al-Abhari deydi. Asiruddin al-Abhari. Bu Asiruddin al-Abhari degan hozirgi shu O'zbekistonning bizning O'rta Osiyo tuzlanligidagi joylashgan O'zbekiston bizningki turk tuproqlarimizdan birisi bo'lgan Samarqand shahriga joylashgan bir tuproq ekan, bir yez ekan. Shu yerga nisbatan berilgan kishi ekan. Qoldan buningda narsaga to'xtalib ketmaymiz tarix ustida. Navvarallohu mazja'ah. Bu duo. Allah o kishini yotgan joyini nurlantirib bersin. Bu endi jumla mu'tariza degan bir gap bor. Bu navvarallohu mazja'ahuning i'robdagi o'rni nahvidagi nima deymiz? Jumla mu'tariza. Demak, bu kelimaning yuqorilan bu kelimaningki tavanning orlig'ini shundoq to'g'ri turib, fasil uzib qo'ygan kelima. Shu jumla mu'tariza to'g'ri turgan kelima bu. To'g'ri turgan yoki jumla deyiladi. Bu risale qanday qo'ygandi desani o'ziga olganda muhtaviyatan. Bu endi kanatdan xabari bu. Ma'zuratan uzr aytaman. Al-mansubatu ar-risalaniki yana sifat ekan, u xabar emas ekan, xabar muhtaviyatan ekan. Uzran. Mana shunda ba'zi bir isbatchi xato qilish, 101 qilish mumkin. Mana mushu risala o'ziga olganda muhtaviyatan ay kanatdan xabari. Lamma kanat risalat mashhuratu muhtaviyatan demekçi. Bu meşhur İsa Hoca meşhur olan kitap o'ziga olganda nimani? Nurg'un ajoyib qoidalarni o'ziga olgan. Va ajoyib shunday foydalarni o'ziga olgan. Muhtaviyatan, mustamilatan chiqib bir-biriga yaqin ma'noda. Nurg'un ajoyib, g'aroyib shunday ajoyib qoidani o'ziga olgan va g'aroyib shunday bir g'arib odam kimligim ushqaydigan bu shunday foydalarni o'ziga olgan kitobdir bu. Shunday bir risola edi. Nukati maaniha
muhtacabatun tahta hicabin. O kitapның yoki o mashhur bo'lgan o risolanın ma'nolarining sirlari, nukat degan tepishmoq arabcha. Tepishmoq deganda gap, buni sir desak nayt yaxshi bo'ladi. Bu Iso Xo'ja mashhur bo'lgan risolanın ma'nolarining tepishmoqlari yoki sirlari o hijoblangandir bir hijob ostida. Va o risolanın labzlarining qisqaligi bir necha qurdir. Bir qurlashtirilgandir. Mastura, satr qilingan, qurlashtirilgan har bobda. O kitapning sharhlaridan topilgan narsa bo'lsa, favqulodda qisqa. Va o qisqalikdan naytbek chekib ketgan daraja qisqa. Mayda qo'ygan. Va kana ma wujida min shuruhiha fi g'oyat al-ikhtisari va nihayat al-ikhtisari. O kitapning, o risolaning sharhlaridan topilgan narsa favqulodda qisqa deydi. Üstüne chiqib ketib qoldi. Favqulodda shunday qisqa va shunday bir chekib ketganlari qisqa. Sharhisimi uzun bo'lib, bunday mutavval, favqulodda uzun odamni ziriktirib qo'yadigan tugitib bo'lolmagan darajada emas sharhlar shunday deydi. Xo'sh, endi buning ostiga بل بعضها كمتن متين يحتاج إلى موضح ومبين احتاجت إلى شرح يزيل احتجابها ويسهل الوصول لمن أراد انتسابها. Belki bu şerinin bazısı puxta bir metne okşaşı. Muhtaç oladı bu. Bir röşeleştirmek için. Ve bayan kıpmak için muhtaç oladı. Bu muhtaç bo'lganti bu ham bir yilqi uningki o risolanın yilqi perdlerini ço ip taşıvadıgan bir şerh muhtaç bo'lgan. Ve aş risolaga mansub bo'lishni maqsad qilgan kishiga yetishni ço osonlashtirib turadigan mushundaq bir sharh bu.